qilib o'ng tarafga surib beradi. Alloh tarafdan anatomik jihatdan demak hamma narsa o'zini joyida turadi. Sizni уже yoshingiz 35 yosh, qanaqa qilib uni joyidan siljitib beradi yo o'ng tarafga burib beradi. Endi o'ng tarafga burib bersa o'g'il bo'ladi degan narsani miyangizga qo'ygan, shuni hisobiga massajga boraman hozir deysiz. Qinni ichiga sperma tushdi, tasavvur qiling. Sperma tushgandan keyin qaniydi masalan bachadonni o'zi hal qilsa bolani jinsini unaqa narsa yo'q. Biz jinsida hech qanaqasiga qatnasha olmaymiz, faqat bizda qiz hujayralar bor. Mana shu joyga demak qinga tushdi. Bachadon bo'yniga sperma o'zi harakat qilib keldi. Mana shu yerga kelgandan keyin qanchadir qismi chap tarafga, qanchadir qismi o'ng tarafga yuradi. Endi sizda tuxum hujayralar, tuxumdoningizda tuxum hujayralar yetilib, yorilib kutib turgan bo'ladi spermani qabul qilishni. Masalan, endi to'g'ri ehtimol bor, o'ng tarafda o'ng tuxum hujayradan homila bo'lsa, o'g'il bo'lish ehtimoli yuqori. Nimaga shunaqa fraksiya bor? Chunki ko'proq Y kletkalar o'ngga ko'proq harakat qiladi degan narsa bo'lgan. Shunaqa bor statistikada. Bu ham hali fanda 100% tasdiqlangani yo'q. Bu prosta statistika. Lekin muammo bu yoqqa tushgandan keyin, qinni ichiga tushgandan keyin u spermatozoid o'zi ham qiladi. Balkim X hujayra o'ng tarafga yuradi, qiz hujayralar. Balkim o'g'il hujayralar yuradi. Bu juda ehtimol bu. Kecha tushuntirib berganimdek, o'sha dietani qilsa, u ham 60% holatda masalan poложительный effekt beradi. Lekin bu yerda u qiz hujayralarni butunlay qirib tashlab, faqat o'g'il hujayralarni qoldiradi degani emas. Faqat nisbatan Y kletkalarning sonini ko'paytirib beradi, shu maxsus dorilar, dietalar hisobiga mana shu yo'l bilan ta'sir qilishi mumkin. Bu ham nisbiy narsa. 60%, sizga hech kim bilan hattoki ekoiz 100% garantiya berdi, lekin baribir saqlab qolmadi. Bu shu narsa. Avvalambor bu narsa Allohdan, jinsi bular faqat sabablari xolos. Lekin sizni matkangizni kimdir surib o'ng tarafga ko'chirib berganingizda umuman bu narsa. Birinchidan u matkanni massaji burungi zamonda bo'lardi, hozir yo'q narsa. Yillar o'tgandan keyin shu narsa noto'g'riligi aniqlandi. Hozir ham qo'yishyapti. Yo'q, qo'ysangizchi uni birinchidan og'riqligiga chidolmaysiz. Siz tasavvur qiling, qanaqa qilib matkanni massaj qiladi. Mana biz sizni kecha vaginalni ko'ryapmiz, qinni ichiga men qo'limni tiqdim. Tepadan bosib, men faqat mana bu joyni ushollaman. Agar men bu yerda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bularni ham ushollayman qo'lim bilan. Xo'p, men buni ushadim, nima bo'ladi? Qinni ichiga tiqqandan keyin men buni bundoq qilib silab qo'yadi. Nima o'zgaradi? Uni ustida qancha qavat bor, mishsa bor, yog' to'qimasi bor, aponevroz bor, qancha narsa bor. Yo'q narsa yo'q. Vaqtingizni ham o'tkazmang, joningizni ham azobga qo'ydirmang.